Bismillahirrahmanirrahim. Hörmetli okurman. Cemi hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Dua ve salamlarımız Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ailesiga ve ashabıga, şundaqla ta kıyametkice onun doğru yoluga ergeşkenlerge bolsun. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yaratkan perverdigarının ismi bilen oku degan buyruq bilan nazil bo'lishga boshlagan va 23 yil jarayonida to'liq tamomlangan ilohiy kitobdir. Bu har qanday o'zgartirish yoki burumlanishlardan xoli, toki qiyomatgacha Alloh taolo qo'g'dish kafolatlik qilgan sop vahiydir. Shundaqla bu payg'ambarimizning eng katta mo'jizasi, insoniyat jamiyatini tuzaydigan hayot qonuni, aqida, axloq, ibodat, muomala qatorliq her qaysi sahalarda yetekçi rehber ve samavi desturdur. Onun samaviliğinin yarqın ifadesi şu ki, yeryüzüde Kur'an-ı Kerim'den başka sap vahiy yoki ilahi kitap deyishga yaraydigan birer kitapni tepish mumkin emas. Bu sebepten Cenab-ı Allah Kur'an'ның beshidala bu kitapta hiç shak yo'q deyish orqali bu haqda har qanday bir ehtimollikqa yo'l qo'ymagan. Darvaqa bu kitap Allah'ның so'zidan boshqa hech bir mavjudotning so'zi aralashib qolgan yoki fikrining ta'siriga uchrab qolgan emas. Balki o'zi haqida aytganidek, u bebaho kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi, madhiyaga loyiq zot tarafidan nozil qilingan kitobdir. Demak, Qur'on Karim Allah Taola'nın bizga nazil qilib bergan hidoyat kitobi va bizga tashlab bergan qutquzish arg'amchisi bo'lg'achqa, uningga ching esilgan va amal qilganlar nijotlikqa erishadi. Shunga Qur'on Karimning mazmunini o'rganish va uni boshqalarga o'rgatish har bir musulmon uchun eng afzal ibodatdir. Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobda Imom Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan so'zimi Qur'onning aqida, ahkam va barliq mazmunlarini o'rganish va o'rgatishni ko'rsatadi. Albatta, Qur'onni o'rganish, tilovat qilish, yodlash va to'g'ri tilovat qilishni o'rgatishmi afzal ibodat doirasiga kiradi. Alloh taolo buyurgan amallar qatorida Qur'onni tartil bilan o'qigan degan buyruqmi bor bo'lib, her bir musulmon bu adab qoidaga rioya qilishi, bo'libmi qorilar buningga izchil amal qilib menish kerak. Her bir amal ibodatning o'z oldiga adab qoidasi, ahkamlari bo'lganidek, Qur'on Karimni o'qish, o'rganish va o'rgatishga aloqador. Bo'libmi Qur'on Karimni to'liq yodlagan qorilarga xos adab qoidalarmi, ahkamlarmi bor. Bularni payg'ambarimiz sahobalarga, sahobalari tabiinlarga, ular bo'lsa o'zining keyingilarga avlodma-avlod miros qoldirib kelgan. Diyorimizga nurg'un qorilarni yetishtirib chiqqan atoqliq ustozlarning tilovat va tajvid sanatlari payg'ambarimizga tutashganidek, ular qorilikda o'quvchilarga o'rgatib kelgan adab qoida, ahkamlarmi payg'ambarimizdan yetib kelgan ilm edi. Payg'ambarimiz zamonida qori degan nom Qur'on karimlarini, Qur'on ko'rsatmalarini eng yaxshi tushunadigan va uningga eng ko'p amal qiladigan zotlarni ko'rsatdi. Texi yaqinqi zamonlarga qadar diyorimizdagi ustozlarmi qiroat va tajvid bilan kifoyalanib qolmay, uningga yondashtirib qorilarga xos adab axloq, qoida yo'sin, taqvodorlik va boshqa munosabatlik ahkomlarni birga o'qitdi. Afsuski, Qur'onchi yashaydigan, uning tilovatini har kun degidek uzib qo'ymay davomlashtirib turadigan Rabbani ustozlarning bir-birlab dunyodan ketishi bilan qorilik faqat yodlashni biladigan, ammo uning adab qoidalari rioya qilmaydiganlarning nom atqiga, uni o'qish ba'zilar uchun bo'lsa tirikchilik yo'lidagi oddiy vositaga, uning tilovati bo'lsa ba'zi bir murosimlarda ijro qilinadigan odatga, shaklga, alvonga aylanib qoldi. Hatto uning tilovati tiriklarning hayotidan siqib chiqarilib, asosan o'liklarga atab o'qiydigan narsaga aylantirib qo'yildi. Halbuki Qur'on tilovati o'liklar uchun rahmat bo'lishdan bekrak, hayotlarning ruhiyatini tirik tutquchi bebaho iksir, qalblarning hayotlik uchun shifoliq yomg'ir edi. Hammadan muhimi Qur'on tilovati musulmon uchun kundalik hayotining bir qismiga aylantirishi va
üzüldürmey davom qilishi targ'ib qilinadigan alohida ibodat edi. Bu sababdan Sajia Islom tadqiqot markazi sog'lom islom tushunchisini qanot yaytirish va qorilikdan iborat fazilatlik martaba, shundaqla vazifani to'g'ri yo'nalishda joriy qildirishga foydali bo'lishini ko'zlab, Uyg'ur xalqiga yaxshilar bog'chisi, ya'ni Riyozi Solihin otliq asri bilan tanilgan buyuk olim İmam Navaviy rahimahullohning bu xususdagi asrini qorilarning adab qoidalari nomi bilan Uyg'ur tarjimasini nashrga tayyorlab, aziz o'qirmanlarga sundi. Asar 10 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, Qur'on Karimni o'qib, yodga olishning fazilatlari, Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilar rioya qilishi kerak bo'lgan asoslar, shaxsning Qur'onga qarata vazifalari, Qur'onning ma'lum vaqt va sharoitlarda o'qilishi savob bo'lgan oyat va suralar degandek xususlar qalamga ilingandir. Asar Darul Minhaj nashriyat tarafidan Hijriya 1432-yili, milodiya 2011-yili Livan Arab Cumhuriyati Beyrut shahrida chop qilingan nusxasiga asosan Hijriya 1440-yili, milodiya 2019-yili 5-oyda tunji Uyg'ur tarjima nashri e'lon qilingan edi. Bu Uyg'ur tarjimadan faqat qorilarla emas, Qur'on ilmiga qiziquvchi boshqa o'qirmanlarning foydalanishi qulay bo'lsin uchun bu qatim asarda uchraydigan ba'zi diniy atalg'ularga kitobning boshida izoh berildi. Kitobning oxirida asarda tilga olingan ba'zi muhim shaxslar haqida Uyg'ur koni yoziq ilifba tartibi bo'yicha qisqacha tarjimahol berildi. Janobi Alloh o'zining ulug' kitobi bo'lgan Qur'on Karimni hurmatlash, o'qish va yodlashga aloqador adab qoida va ahkomlarni to'plab qalam tavratgan Imom Navaviy rahimahullohga, uni Uyg'urcha tarjima qilguvchiga, nashrga tayyorlovchiga, besib tarqatuvchiga va bu ishlarga kuch chiqargan barliq qarindoshlarimizga o'z loyiqida ajr ato qilg'ay. Amin. Doktor Abdulaziz rahmatulloh.